Assalomu alaykum barchaga. Demak, Prepros kitobidan masalalarimizni yechishda davom etamiz. Demak, birinchi savol. X plus 7 is a factor of quadratic function. Demak, kvadrat funksiyaning ko'paytuvchisi, ya'ni faktor degani ko'paytuvchi. Ko'paytuvchi degani quadratic funksiya. Demak, qaranglar. Bizda f(x) funksiya bor ekan va uni biz umumiy ko'rinishini bilamiz, qanday yozilishini, ya'ni x2. Va shulardan bittasi nimaga teng ekan? X plus 7 ga teng ekan. Hop, nega? X esa is a positive zero of the function. Demak, funksiyaning musbat yechimi, ya'ni musbat ildizi s ekan. Demak, ikkinchi ildiz nimaga teng ekan? S ga teng ekan. Ne deyapti? Minimum if the minimum of function. Funksiyani minimumi 63/8 k bo'lsa, what is the value of s? Demak, value degani qiymat degani, s ning qiymati nimaga teng? Xo'p. Bizga ixtiyoriy grafik bersin. Qaranglar. Bu yer x1 bo'lsin, bu yer x2 bo'lsin. Biz 3'ü, ya'ni minimum vertex'ini topish uchun, ya'ni x0 topish uchun nima qilaman? x1 ga qo'shaman x2 ni va 2 ga bo'laman. Bo'ldi. Bunda ham xuddi shu. Ya'ni bu nima ekan? x0 ekan. Demak, 63/8 barobar x birim. Mana, ya'ni endi mana uni bo'ladim. -7 qarama-qarshi ishoralisi bu oddiy s. Qo'shib turib 2 ga bo'laman. Hop, qisqartiraman. 4 ko'paytirsam 63 tenglik -28 plus 4s. Bu bak 30. 63 ga 28 qo'shiladi. 91 4s. 4 ga bo'lib yuborsam 91/4 teng s degan javob bo'ladi.